Hurmatli akalar, Kachelida o'tiribman, uchastkada emas, domdaman. 81 kvadratlik kvartiramiz chiqib oldi. Aniq manzil Olmazor tumani Akamedlarning ro'parasiga kirganingizda 8-qavatda liftlari bor. Shu holatda bo'ladi remont. Mana Kachelar bilan mebel olib chiqib ketiladi, konditsioner qoladi. Qarang, bu yerda chap tarafga kirganingizda razdelniy hojatxonani ko'rishingiz mumkin. Razdelniy hamon bor. Prixoshkaga keladigan bo'lsa, qarang, dekorativniy oynalar qo'yib qo'yishgan ekan, juda ham chiroyli holatda. Bu yoqqa kiradigan bo'lsa, bitta detskini ko'rsatishingiz mumkin. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi bor, balkon qismidan iborat bo'ladi. Remontlari o'rtacha, o'zingizlar remont qilib olish imkoniyatiga ham ega bo'lasizlar. Endi oshxonaga bir nazar soladigan bo'lsangiz, mebellar qo'yapti, konditsionerlar qo'yapti. Aytda ham xolodilnik bilan trizor olib chiqib ketiladi. Konditsionerlari qoladi. Endi narxiga keladigan bo'lsa, $78,000 baholab qo'yibmiz. 8-qavat bo'ldi. Akamedlarning ro'parasi bo'ldi. Yengil liftlar qo'yilgan ekan. Remontiga qisqacha o'zingiz uchun qarab olasizlar. 81 kvadrat $78,000. Egalar raqamini qoldirib qo'yaman. Qo'ng'iroq qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.